Aynan shu uy siz bob. Qadrdonlar, videoni o'tkazib yubormanglar. Toshkent tumani Kles idorasiga kelganimizda 6 sutuli yer maydoniga kattagina uchastka qurib qo'ygan ekanlar. Yuqoruvchi akamiz, qaranglar, mahalla asfalt, gaz, suv, svet, hamma kommunikatsiyalar bor. Uyning oldi tarafini ko'rasizlar. Ja, boshqacha bo'lib turibdimi? Ichkaridan sizlar bilan birgalikda kirib, video obzor qilib chiqamiz. Qani ketdi. Kattagina, kengina darvozaxonadan boshlaymiz. Ikkita avtomobil bemalol ketadi. Bu yoq tarafdan boshlaydigan bo'lsak, koridor, o'ng qo'limizda kattagina mehmonxona, chap qo'limizda ikkinchi xonamiz, to'g'rida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini sanuzellari bor. Bu yoq tarafdan ham ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa xona. O'ng qo'lingizda katta mehmonxona, chap qo'lingizda yotoqxona, to'g'rida sanuzel, uning yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, sanuzellari ichida isitish tizimlari to'pli pol. Bu yoq tarafinglarni ko'ryapsizlar, hovlimizdan yashil hudud boshlanadi va bu yoq tarafinglarda ham yashil hudud bor. Bemalol bu yerga tapchan kalavatlarni qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Hoji aka, yozgi issiq kunida tinch, toza havoli joyda 24/7 suvigacha napor ham juda kuchli ekan. 24/7 suvigacha ham bor. Letniy kuxna qilib qo'yganlar. Keyin bemalol kelinlarning pazandaligini bemalol mana shu tekshirib olaverasiz. Bu yoq bizning oshxonamiz bo'ladi. Xona ikkiga bo'lingan. U yoqda bemalol ovqat qilinsa, bu yoqda choy ichib, yeb ichib o'tiriladi. Bu yoq burchagida ko'cha uchun hojatxona qoldirilgan, sanuzel, bu yoq tarafda kladovkani ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafi ham naves qilib yopiq qilingan. Narxiga keladigan bo'lsa, 125 ming dollar so'rashyapti. Yana tepasi tur kelishgan joylari bor. Telefon nomer qoldiramiz, telefon qilasizlar. Xudo xolasa shu uy sizga nasib qiladi. Bosib oling.